Mana tozalab bo'ldik tanasini. Mana buni tanasini tozalab bo'ldik. Tikanlardan, boshqalardan hammasidan toza bo'ldi. Endi razrez qilishga tushamiz. T-образный razrez qilamiz. Menga noqulay bo'lyapti, o'zim yolg'iz bo'lganim uchun. Qarang. Mana bitta chiziq tushiramiz. Gorizontalga ham vertikal gorizontal qilamiz. Endi buni ochib olamiz. Bu 2 yillik namatak bo'lsa, yaxshi ochiladi, yaxshi oladi. Mana ochib oldik. Ko'rinayotgandir. Endi mana ko'zlarimizni ajratamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ichidagi drevesinasini ajratib olib, faqat teri po'sti qoladi. Ichidagi o'zagini ajratamiz. Mana o'zagi olib tashladik. Mana terisi po'stloq qoldi. Kesib olib turib, mana bu joyga joylashtiramiz. Noqulay bo'lyapti menga. Joylashtirayotganda ham yaxshilab e'tibor berasizlar. Teridan chiqib ketmaslik kerak, voy po'stlog'idan. Joylashtirdik. Yuqoridagi ortiqchasini olib tashlaymiz. Mana joylashtirdik. Endi skoch bilan mahkamlab chiqamiz. Skoch. Mana skoch bilan mahkamlab chiqamiz. Ay svayuni ulayapman. Yana 1 yil turadi-da. Oyog'ida ay svayuni bitta ko'chati bor. O'shaning uchun yana 1 yil turadi. Xudo xohlasa yaxshilab ildiz olgandan keyin olamiz. Mana skotchladik. Skotchlaganimizda olishimiz osonroq bo'lishi uchun skochdan ozgina qoldiramiz. Mana skoch, qo'l ushlaydigan joyini bo'kib qo'yamiz. Chunki olayotganda qiynalmasligimiz uchun. Mana bo'ldi. Endi shaxmat shaklida tutdim avval. Ulaganda ham, mana pochka qo'yganda ham bir marta bu tomondan, bir marta u tomondan shaxmat shaklida qo'yiladi. 5 ta. Shuning uchun men oldin bu tomon, oldi tomonni qilib olaman, keyin orqasiga o'taman.
yuqoridagi ortiqcha mayda xalaqit beradigan barglar ortishamiz. Ozgina barg qolsa bo'ladi. Demak, bu tomondan ko'rinayotgandir. Ko'rinyapti shekilli. Yana qulay. Ko'rinyapti. Mana bu tomonni orqadan yana bitta ulanadi. Bitta ulandi, orqadan ulanadi. Endi mana xuddi mana shu yerdan yana bitta ulaymiz. Qanaqa qo'ydim? Tushunti. Ochib olamiz po'stlog'imizni. Ochib oldik. Mana ortiqcha mayda chuydalar to'zib ketsa, sekin olib tashlaymiz. Yana ko'ramiz, yana mana pochka qirqish. Pochka qirqish. Birinchi boshda olasiz, keyin mana pochka tomonga kelganda nima qilamizda? Rezqa olamiz. Ichidagi o'zagini olib tashlaymiz. Ko'rinyaptimi? Mana o'zak, mana po'stloq. Rezq harakat bilan olib tashlaymiz. Ba'zan keragini olamizda, joylaymiz, joyiga solamiz. Tez qimillamasak, po'stlog'imiz qurib gajalay bo'lib qoladi. Shuning uchun oldin birorta nodida ko'rishinglar tavsiya qilaman. Biraloq namatayni vol qilmaysiz-ku. Po'stloqga kirdi, ortiqchasini yo'q. Skoch bilan mahkamlaymiz. Черт, куда я положила? При себе, оказывается. Ага. Po'stlog'imiz skotchlab mahkamlab